YouTube'dagi bilan Instagram'dagi auditoriya ham katta farqi bor ekan. Instagram'dagi auditoriya ham zapchastlarni yaxshi tushunadigan va Kia Hyundai mashinalarni zo'r tushunadigan auditoriya ekan. Chunki kecha GT-Line fara bilan K5 oddiy farasini yoritishda farqini qo'ygandan keyin YouTube'da bitta akam aytibdilarki, endi hammani qarg'ishiga, so'kishiga qoladigan bo'lsan-da ukam, o'rnatib bergandan keyin bunaqa yoriq qilib deyaptilar. Akajon, bir narsani siz to'g'ri tushuning. Bu hech qanaqa tuning fara emas. Bu zavodskoy fara. K5 GT-Line farasi mana 3 ta lupali bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 ta lupali bo'ladi. Bu 4 ta lampochkali bo'ladi. O'sha uchun bu pastroq yoritadi, bu GT-Line zo'r yoritadi. GT-Line dunyo standartlariga amal qilingan holatdagi yorug'liklarda ishlab chiqarilgan fara. Bu sizni ham dardingizni to'g'ri tushunaman. Ayrim noinsof, insofsiz odamlar bor, ro'paradan kelayotgan insonni boshqani qadriga yetmaydi va uni hurmat qilmaydi, o'ziga juda ham yoriq qo'ygan. Bunaqa insonlarni men shaxsan o'zim ham yomon ko'raman. Baribir yo'lda yurgandan keyin boshqaga malol kelmaganda haydab yurish kerak. Shunaqa insonlar to'g'risida sizlar nima deb o'ylaysizlar? Ular to'g'ri qiladimi faqat o'zini o'ylab? Yo, bu yoqdagini ham o'ylash kerakmi akalar?